Salom hammaga do'stlar. Qalaysizlar, yaxshimisizlar? Do'stlar, bugun sizlar bilan biz Robloxda Rivals o'yinini o'ynaymiz. Do'stlar, mana o'yinga kirib oldim. Men bu o'yinni juda ko'p o'ynab qo'yganman va juda ham yaxshi o'ynayman. Do'stlar, bugun sizlar bilan qanday zo'r o'ynashni ko'rsatib qo'yaman. Mana hozir lobbidamiz. Bu yerda Rivals RNG degan event chiqibdi toza. 14 soatdan keyin tugaydi ekan. Shuni sizlar bilan birga o'ynab ko'ramiz. Qani ko'raylik qanday ekan u. Nima qiladi ekan ko'rib olamiz birgalikda. Va ularni hammasini o'ldirib tashlashga harakat qilamiz. Bu yerda men hamma avtomatlarni ochib qo'yman, lekin oltin avtomatlardan tashqari. Qani ko'raylikchi qanaqa ekan toza event. Mana 7-6 hozir boshlaydi. Qani qaysi karta tanlaymiz? Har doimgidek arena tanlasak bo'ladi. Klassik karta, kichkina 168-o'yin ekan. Qani ko'raylik qanday o'ynaydi ekan u. Ismi Kozbix ekan. O, nima bu? Dice dedi o. Scepter dedi. Mana bu sehrgan taqchasini berdi bizlarga. Effektini qaranglar, juda zo'r ekan. Mana bunaqa qilib otsak bo'ladi ekan. U 25 euro edi ekan, yomon emas. Qani yana nimalar beradi ekan buni aylantirsak? Avtomat berdi. Mana headshotdan berib tashladik. Qani bu yoqqa kel. O'qlab beramiz. Toza chiqqan avtomat ham beradi ekan-ku. Men tortib qoladim. RNG Dice ekan ismi. Aylantiramiz, qani nima tushadi ekan? Shit tushdi. Deya olmaysan, kel, deya olmaysan, kel. Qanday shit bilan ursak bo'ladi buni. Izini borib ursak bo'ladi. Nima u? Pulemyot tushiribdi. Yetmayapti. Bu yoqdan borib ko'raylikchi. Qochib yuribdi bizdan. Qayoqda u? Ha, bu yoqda ekan. Qani bu yoqqa ekan. Hop. Oğlum olup tashladik-ku bu. Öldük o'xshaydi. Ay. Jonadim ko'p oladi ekan-ku bu pulemyot. Otib tashladik-ku biz onimni. Bir bot shot 5-cha borish kerak, keyin shu yutadi. Kim birinchi 5-cha borsa. Mana bu Gunblade degan avtomat, bunda bir otasan va bir pichoqlashing kerak. Granatali avtomat tushibdi-ku bunga. Yoniga bosh zapasni bana portlatib yuborishim mumkin. RP'ga tushdi bizlarga. RP juda zo'r. Jonni juda ko'p oladi va juda o'ynash oson. Otib qochamiz. Jon ozgina qoldi va o'ldirdik. Va mana bu suyaklarga aylanib qoldi. O'lgandan keyin bo'ladigan effekt finisher deb aytiladi bu. Aylantiramiz. Spray tushdi bizlarga. Faqat 2 dona avtomat ushab qilamiz ekan, undan uzoqga ushab qilamiz. Unda ana sehrgarni nasasi tushdi. Qo'jamiz, o'qlab yuboramiz. Aylantirib ko'raylikchi nima tushdi ekan. Hexagon tushdi. Hexagon juda ham zo'r. Juda ko'p ura oladi. Lekin o'qni tezib qilish kerak. Mana. Spam qilaverasiz bularda. Osongina. Qani, qayerdasan? Qochib yuribdi. Vay, jonim ozgina qoldi. Bu yerda medkit bermaydimi ekan ya? Jonimizni to'ldiradi. Mana bu beskонечный jon, o'q bo'ladi ekan. O'tib ketdik. Bunga ana kuchli avtomat tushdi. Bizlarga ham shunaqa avtomatlar kerak, kuchli zo'r. Katana. Katana uncha foydasi yo'q. Slingshot. Bu ham juda ham zo'r. Buni proga ko'p ishlatadi. Ikkimizga ham tushdi. İşletishni bilish kerak-da, men buni uncha ishlatishni bilmayman. O'ynab ko'rmayman ko'p. Mana paintball gun juda ham ko'p jon oladi. Bunga toza oblena keldi. Ko'rgan bo'lsangizlar, endi u knopkani bossangizlar, mana buni splash, ya'ni paint otadi.
Yuzini keyin beklab qo'ysangiz bo'ladi ekranini. Keyin qayerdaliginglarni ko'rib bilmaydi. Yana tushdi. O'q teyish qiyinlashibdi bunda endi. To'shdi borar edi. O'qlaymiz. Va o'ldi. Mana bunaqa qilib otsa bo'ladi ekan. Zo'r qilibdilar lekin menga yoqdi. Shuni olinmagan deb endi o'ylanyapman men. Kili tenglab. RPG tushdi, RPGda o'ldirib tashlasak bo'ladi osongina. Mana bu bilan sakraymiz, yo'qolib ketdi. Qayerdasan? Mana 50% jonni oldik. Bu yoqdan kelib qoldi. Predict qilamiz, ya'ni predict topa qiladi. Shu yerdan kelishini taxmin qilib otib ko'ramiz. Va hozir yana bir o'q tegsak bo'ldi, o'ladi. Ay, tegmay qoldi. Jonimiz qoldi. Ay, o'xshamay qoldi-ku. Boshqa avtomatda o'ldirib ko'rish kerak edi. Olib. Qani nima tushadi? Shit tushdi. Shit kerakmaydi bizlarga uncha. Glass cannon. Brok tegsangiz ham bo'ladi. Ay, o'xshamay qoldi. Juda zo'r shu ham. Yana bir tushdimi? Yo'q, katana ekan. Yana bir qashqalardan tushdi deb o'ylabman. Smoke atamiz. O'ldim o'xshaydi. Vay. Va u yutdi. Yaxshi. Yaxshi o'ynadi. GG deb yozamiz. Zo'r o'yin bo'ldi degani. Bu yerda mana slingshot Buxay degan 23000 win streak bilan kelibdi. Ya'ni 23000 marta ketma-ket bir ham yutqazmay o'ynayapti. Bunaqa qilish juda ham qiyin. Faqat pro igroqlar shunaqa qilib yatishib bilishi mumkin. Va ular kecha kunduz komandasi bilan birgalikda o'ynab chiqadi. Bunaqa rekordlarni olish uchun. Qani endi boshqa kartada o'ynab ko'rish kerak. Menga chess ham yoqdi. Chess degan karta bu ham yangi ekan. O'ynab ko'ralchi. Yo'q, yana arena tushdimi? Arenaga ovoz berdi-da u. Mana toza narsa. Avtomat. Zo'r ekan. Bizlarga pichoq tushdi. Pichoq ham juda zo'r. Bo'ldi. Mana bu kopkonga tushib ketdim-da, kopkon вообще jonni juda ko'p olib tashlaydi. 298 dona jon yebdi. Mana bunaqa bizdan uchirib yoradigan narsa. Aytib kesib tashlaymiz buni, kallasini. Crossbow tushdi. Ay, tegmadi. Kallasiga tegdi, 75 jonni oldik. Qani chiq. Ay, tegmadi. Qani chiq. Ay, tegmadi. Qo'rqyapti-da o'ldirib qo'yishimdan. Endi men qo'rqyapman uni o'ldirib qo'yishimdan. Pichoq tushdi. Pichoq opasniy. Risk qilmas. Avtomat bermayapti bizlarga ko'ra. Ko'rib pichoq narsani beryapti. Jon beradi bu. Tezlik beradi, qoch. Vay. What? Avtomat bermadi axı bu bizlarga. Öldük. Omadsiz bo'lib qoldik-da, bizlarga yaxshi narsa tushmadi. Avtomat bermayapti axı bizlarga biri ham. Mana bu juda ham tez yursak bo'ladi bu bilan. Bu yoqqa kel. Yomon ketdi lekin ko'rdingizlarmi do'stlar? Yomon pichoqlab qo'ydim orqasidan. Shuna qilsa juda zo'rda lekin tez yurib
cho'qlab tashlash mumkin. Shit berdi bizlarga. Qani bu yoqqa kel, qo'rqyapti. Mana bu narsa-ku. Menga bu narsa unchakli yoqmadi. Kam uroyida ekan. Grenade launcher. Krisa. Beklanib o'tiribdi, gizlanib, qo'rqib. Mana bu yangi narsa-ku. Ishlatib ko'rmadim men buni odamlarda. Pastni narsasi ekan-da, u pastni uchun pastni etish kerak, yutish kerak, tamomlash kerak. Zo'r ekan bu narsa do'stlar, menga yoqdi. 2-2 bo'lyapti hozir shot. O'ldirish kerak, yutish kerak. Spray. Zo'r pistolet. O'q izlaringizni tez bilsangizlar, juda ham yaxshi o'ran yasangizlar bo'ladi. Qani bu yoqqa kel. Qani bu yoqqa kel. Yaxshi. Skin yoqdimi do'stlar? Zo'rat bezab ko'pmanmi? Daggers. Daggers ham juda zo'r. 2 marta sakrasangizlar bo'ladi bu bilan. Nima qilyapsan, bot? Gizlanma. Jon juda oz qoldi. Shunchaki jonni qanaqa qilib edi? O'zicha endi emotsiya qilyapti o'ldirib. Yaxshi, ko'rsatib qo'yamiz hozir bular. Bunga qanaqa o'ynashni. Freeze ray. Freeze ray kerak bo'ladi. Qani o'zi? Freeze bo'lmadi-ku. Sniper. Tegmadi sniper. Vay. Nima beryapti o'zlariga? Keraksiz narsalarni beryapti butun. Otishmaga narsa bermayapti. Ina shunaqa avtomatlarni bersam ham yorib tashlamayman buni. Ko'rdingizmi? Jonni ichib tashladim buni ham. Ozgina qoldi jon. Ko'rdingizmi? Shunaqa avtomatlarni bersa yorib tashlamayman buni ham. 3-4 bo'lyapti, hozir bir raund yutsa o'yin tamom, uyutadi. O'zimni uzatib qo'ydim. Qani pistolet berdi, pistolet yaxshi, yomon emas. Mana bu avtomat ham zo'r. Qani bu yoqqa kel. Ikkalasiga yotish kerak. Jonim az qoldi. Bu yoqqa kel. Pistolet otamiz. Pistoletni headshotlarni ikkalasiga otib tashladim. Sudden death. 4-4. Shunaqa 4-4 bo'lsa, shunaqa bo'ladi. Sudden death. Warpstone. Bizlarga bu kerakmaydi. Hali hech qanday avtomatimiz yo'q. Bu yoqqa kel. Yo'q, o'ldik. Juda astan yuriydi ekan-da u mol. Yaxshi, lekin yorib tashladik. Yomon bo'lmadi, o'ldirib tashladik. Tak. Shu yana bir raund o'ynab ko'ramiz. Yuz olamizmi ekanmi, yo'qmi? Lekin yutishimizga sal qoldi. Fun fact, you can play secret maps in private servers. Secretli kartalarni private serverlarda o'ynab bilasan deydi. Yaxshi. Agarda do'stlaringiz bilan birgalikda o'ynamoqchi bo'lsangizlar, private serverga kelib, mana shu secretli kartalarni o'ynab ko'rishingiz mumkin. Tak, chess o'ynab ko'rsak bo'ladi, chess. Hamma arena o'ynaveradi. Yana arena tushdi. Bular ko'ra arenani yaxshi ko'radi ekan. Energy pistols. Bunda doğru otib yuboradi. Otib turaveradi. Bular o'qi yo'q, ya'ni beskanichni. Mana bu yoqqa pistolet tushibdi unga. Lucky boy yaxshi, bizani bir o'q bilan o'ldirib qo'ydi shunga. Bo'lmasa men ham o'ldirishim mumkin edi. RPG tushdi. Qani tegdi, yaxshi. Tegdi va o'lib ketdi-ku bu. Ana RPG'dagi skinni ko'rdingizmi?
Buni faqat 100 marta ketma-ket yutib olsa bo'ladi. Men shuni RPGga tushirib ko'pman. Tegdi. Qani? Qayoqdan kelasan? Yuqoriga chiqib ketdi-ku. Bu yoqda o'rtada yuribdi. Qani? Nima qilib yuribdi bizdan qochib? Molotov. Qani, qayerdasan? Bizdan qochib yuribdi. Bu yoqqa kel. Qo'rqoq. Tegmadi. Qani, snayper oldi u. Yonimda yuribdi Krisa. Mana shu avtomat juda kuchli-da, unga tushibdi. Yaxshi. Zalog do'stlar. Hali ham yutib olishim mumkin. Mana bu вообще bo'lmaydi. Juda opasli o'ynashadish. Mana shotgun lekin zo'r, ko'p jon yedi. Granat avtomat tushibdi-ku unga. Yaqindan yaxshi-da lekin bu shotgun. Sal qoldi. Shit ishab turgan vaqtda o'lib ketishim mumkin edi. Va uni o'ldirdik. Muzlab qoldi mana o'ldirganimiz uchun. Va yo'qolib ketdi. Shot 2-2. Tashlamaymiz aslida. Sniper tushdi. Tegmadi. Tegmadi yana. Opasniy pichoqi bor ekan. O'xshamadi. Sniperda o'ldirish qiyin-da unaqa holda. Sniper uzoqda otsa zo'r. Chiqib bilmay qoldik. Mana va yana bir foiz jon yedik. Va yana bir foiz jon yedik. Yorib tashladik RPGda. Roblox Premium bor ekan, lekin yaxshi narsa qilmaydi ekan. Mol tushdi, mol yaxshi emas. Crossbow kan o'ynab ko'ralchi bunda. Bo'lmaydi bu ham. Mini shotgun. Yaxshi. Yana mini shotgun. Yorib tashladik mini shotgunda. Shorty deb aytiladi yani ismi. Shorty. Skin olib qo'yman unga ham. Hit kerakmaydi. Bizga boshqa narsa kerak. Flamethrower. Bu juda zo'r. Вообще juda oson o'ynash bunda. Ko'rdingizmi? Osongina o'ldirib qo'yasizlar bunda. Va do'stlar 5-3 ga yutib tashladik bu balani. Вообще easy bo'ldi do'stlar, hammasini yorib o'ldirib tashladik. Menimcha bugunga bo'ladi deb o'ylayman do'stlar. Videomiz juda qiziqarli va bo'ldi. Keyingi safar albatta ko'proq o'tishga harakat qilaman. Buni do'stlar keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.